Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlarga qanaqa qilib obyektlarni gapirtirayotgan trendda bo'lgan videolarni yasashni o'rgataman. Asosiy mohiyatini tushunasizlar, buni yasash juda ham oson bo'lgan ishlardan. Demak, bizga kerak bo'ladigan instrumentlarimiz ChatGPT, Nano Banana rasm yaratuvchi sun'iy intellekt va video uchun V-Uber sun'iy intellekti kerak bo'ladi. Demak, biz birinchi navbatda ChatGPT ga prompt yozdirishdan boshlaymiz. Demak, biz prompt yozdirishni yozamiz. Professional content creator. Menda sizlar обязательно shunaqa yozishingiz shart emas, lekin yaxshiroq prompt natijasini olish uchun aynan xuddi shunaqa uslubda yondashsanglar yaxshiroq natija olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, professional content creator, AI content creator deylik. AI content sifatida fikrlab prompt muhandis sifatida rasm generatsiya qilish uchun ingliz tilida agar sizlar doimiy ChatGPT bilan ishlab kelgan bo'lsanglar, ingliz tilida deb yozishingiz shart emas. Aslida men ham yozishim shart emas, lekin sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana shunaqa to'liq yozishga harakat qilaman. Agar men buni yozmasam ham menga ingliz tilida beradi, sababi men bundan oldin juda ham ko'p bo'lgan promptlarni so'raganim uchun o'zini esida qoldirgan. Demak, ingliz tilida prompt yozib ber mavzu. Undan keyin sizlar nima xohlayotganinglarni tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Men misol uchun telefon deylik. Telefon obyektini 3D qanaqa uslubda ko'rishinglarni xohlashinglarni yozishingiz kerak. 3D pixel style degani bu o'sha amerikanskiy multfilmlarni 3D ko'rinishida bo'lsin degan ma'noda biz uslubni kirityapmiz. Uslubidagi qahramon sifatida ko'rsatish kerak. Muhit. Muhit o'sha obyekt qanaqangi muhitda ko'rinsin. Misol uchun oddiy oq fonda studio formatida bo'lishi mumkin yoki qanaqadir o'ziga telefon temasiga mos bo'lgan qanaqadir bir do'konchida yoki shunga o'xshash bir elektronikaga oid bo'lgan muhitda deb tushuntirishim mumkin. Hozir bu yerda muhitda deb umumiy yozsa ham bo'ladi. Shtobi biz ortiqcha o'ylab o'tirmasligimiz, ya'ni vaqtimizni tejash maqsadida. Demak, muhiti obyektga mos ravishda tanlansin. Demak, biz promptimizni qisqacha yozib oldik va biz ChatGPT ga bu zaprosni jo'natamiz. Demak, bizga prompt yozib bergandan keyin biz to'liq uni kopировать qilib, Nano Banana Pro sun'iy intellekt orqali rasmini generatsiya qila olamiz. Men asosan Hixfield saytida ishlayman. Sizlar xohlasanglar Flow saytida ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Istalgan xohlagan platformalarda ishladinglar. Faqatgina o'sha model Nano Banana Pro bo'lishi shart. Demak, biz Nano Banana ga o'tib, o'sha promptimizni joylaymiz va bu yerda istalgan o'zimizga ma'qul bo'lgan format, ya'ni qanaqangi ko'rinishda rasm formatini tanlab olishimiz kerak. Bizning holatimizda Reels ga mos bo'lgani 916. Agar sizlar YouTube ga mos kontent qilayotgan bo'lsanglar 16:9 yoki 21:9 bo'lgan formatlarni tanlashingiz kerak bo'ladi. Demak, bizning holatimizda 916 promptimizni joyladik. Bu yerda sifat darajasi ko'rsatiladi. Yanada tiniqroq chiqish uchun 2K bizga yetarli. 4K ham qilsanglar bo'ladi-yu, no ko'proq sizlar rasxod qilishingiz to'g'ri keladi. 2K bo'lsa bemalol bizga yetarli hisoblanadi. Demak, bu yerda biz bitta generatsiya qilishda nechta rasm natijasini olishimizni ko'rsatishimiz mumkin. 4 tagacha qilishlar mumkin. Shunga yarasha bu ham rasxodi oshib boraveradi. Bizning holatimizda shtobi promptimizni qanchalik to'g'riligini bilishimiz uchun bittani ko'rsatish yetarli. Demak, biz generatsiya tugmasini bosamiz va bizda mana ko'rib turganingizdek natijamiz tayyor. Agar sizlarga ma'qul kelmagan joylari bo'lsa, misol uchun muhit sizlarga yoqmasligi mumkin yoki telefonning ranglari, shakli, uni agar qanaqa определённый bitta ma'lum bir ranglarni sizlar ko'rishni xohlasanglar, misol uchun yoki muhitni ko'rishni xohlasanglar, aynan mana shu ChatGPT ga o'tib, aynan shu xohishinglarni unga bildirib, promptga bemalol o'zgartirish kiritishingiz mumkin. Misol uchun telefon, misol uchun deylik, telefon rangi qizil bo'lishi kerak, misol uchun bo'lishi kerak va muhit esa elektronika do'koni shaklida bo'lsin. Demak, bizda yana mana o'zgartirilgan bizning talablarimizga mos bo'lgan promptni oldik va xuddi shunaqa shaklda yana qayta generatsiya qilib natijalarimizni olishimiz mumkin. Hozir men qayta generatsiya qilib o'tirmayman. Sababi sizlarga shunchaki tushunarli bo'lish uchun, ya'ni
bemalol o'zingizga moslab olishinglarni imkoniyatini ko'rsatib berdim. Demak, biz mana shunaqangi ko'rinishda rasmimizni olib oldik. Uni keyin sketchatib olamiz. Demak, biz rasmimizni sketchatib olgandan keyin video bo'limiga o'tamiz va mana bu joyda VO301 modelini qidiramiz. Sababi VO301 modeli o'zbek tilida eng yaxshi yagona bo'lgan modellardan hisoblanadi. Demak, bizda ko'rib turganingizdek mana bitta start frame va end framelar bor. Ya'ni kadr qaysi ko'rinishdan boshlanib, qaysi ko'rinishda tugashini biz belgilab berishimiz mumkin. Xohlasanglar buni ko'rsatmasanglar ham bo'ladi, lekin bizning holatimizda esa rasm bo'lgani uchun biz start frame ni joylab olamiz. Demak, biz rasmimizni yuklab oldik va videoni generatsiya qilishdan oldin yana xuddi shu ChatGPT ga yuzlanamiz. Demak, biz ChatGPT ga o'tganimizdan keyin sketchatib qo'ygan rasmimizni yuklaymiz va ketidan prompt yozamiz. Demak, biz mana shunaqangi ko'rinishda prompt yozamiz, ya'ni aynan mana shu rasm bo'yicha video prompt yoz. Undagi qahramon, ya'ni mana shu obyekt men endi tezkor telefonman, menga yetadigani yo'q desin. Xohlagan mana shu nima deyishini o'zingizlar bemalol kiritishlar mumkin. Faqatgina bitta e'tibor beradigan joyinglar VO301 modeli 8 sekundgacha bo'lgan videolarni generatsiya qiladi. Shuning uchun aynan mana shu 8 sekundga sig'adigan gapni mana shu joyda kiritishinglar kerak bo'ladi. Undan uzun bo'lib ketsa, videoinglar sizlar xohlagandek natijani chiqarmasligi mumkin. Demak, biz qisqacha promptimizni yozdik. Xohlasanglar qo'shimcha yana o'zingizlarga kerakli bo'lgan detallarni qo'shib chiqishinglar mumkin. Misol uchun qanaqadir o'sha atrof muhitda qanaqadir nimadirlar havoda uchib yurishi va hokazo mana shunaqangi kichik detallarni ham ko'rsatib o'tishinglar mumkin bo'ladi. Demak, bizga hozirgi holatimizda sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana shu holat bizga yetarli. Biz demak video promptimizni olamiz. Demak, bizga promptimizni yozib berdi. Aynan mana shu prompt yozib berganda ko'pincha mana bu gapiradigan gapini ingliz tiliga o'girib oladigan odati bor. Shu joyini tekshirib chiqishinglar juda ham muhim hisoblanadi. Agar bu yerda ham ingliz tilida ketib qolsa, video ham o'z shunga ko'ra ingliz tilida chiqib qoladi. Demak, bizning holatimizda hammasi joyida. Agar mabodo mana shu joyda ham ingliz tilida chiqib qoladigan bo'lsa, sizlar bu joydan prompt yozishinglar kerak yoki mana bu zaprosni jo'natishdan oldin ham mana shu joydan yozib ketishinglar mumkin. Prompt to'liq matni ingliz tilida bo'lsin, gapiradigan gapi o'zbek tilida bo'lsin degan talabni ham qo'yib chiqishinglar mumkin bo'ladi. Bizning holatimizda men odatda shunaqa shaklda so'raganim uchun menga xuddi men xohlagandek natijani beryapti. Demak, biz promptimizni to'liq kopirovat qilib olamiz. Bu joyda men bu duration, ya'ni davomiyligi, video davomiyligi degan qismlari ham kerak emas. Mana shu joylarni ham olib tashlasangiz bo'ladi, shtoba sun'iy intellektni ortiqcha chalg'itmaslik uchun. Demak, biz to'liq kopirovat qilamiz. Hozir mana bu joyda esa prompt qismiga ushbu promptimizni joylaymiz va mana bu davomiylik qismini ham olib tashlaymiz, bizga kerak emas. Demak, biz ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda modelni tanlaymiz. VO301 fast, bizga VO301 fast bemalol yetadi. Quality ni ham tanlasangiz bo'ladi, lekin quality o'ziga yarasha rasxoti shunga yarasha katta bo'ladi. Mana misol uchun men Hixwell saytida 22 kredit olinsa, aynan VO301 quality modelida esa 58 2 barobardan ham ko'proq bo'lgan rasxot ketadi. Men buni deyarli farqini sezmaganim uchun doim VO301 fast modelini ishlataman. Bu Flow saytida ham arzon, Hixwell saytida ham arzon model. Lekin bizga yetarli bo'lgan natijani bemalol bera oladi. Mana bu joyda esa agar Hixwell saytida ishlatsanglar, qanaqangi sifat darajada sizlarga videoni chiqarib berishini tanlashingiz mumkin. 720 HD format yoki 4K ni tanlashingiz mumkin. Bizning holatimizda mana bu eng yaxshi, eng sifatli, tiniq, yetarli bo'lgan sifat hisoblanadi. Demak, bu yerda bizning holatimizda Reels, ya'ni Instagram format, bu esa YouTube formati uchun ishlatiladi. 916 ni tanlaymiz va video davomiyligi bizga gapimiz qisqaroq, prinsipi 6 sekund ham tanlasak bo'ladi. Agar qanchalik kam davomiylik bo'lsa, shunchalik kam biz rasxot qilamiz. Shuning uchun gapimizning uzunligiga ko'ra, ya'ni mana bu joyda gapiradigan gapiga ko'ra biz davomiyligini moslab tanlashimiz mumkin. Bizning holatimizda o'ylaymanki 6 sekund ham bemalol yetadi. Demak, biz hammasini joylab olganimizdan keyin generate tugmasini bosamiz. Demak, bizning natijamiz tayyor. Endi uni tekshirib olamiz. Men eng tezkor telefonman. Menga yetadigan yo'q. Men eng tezkor
Demak, ko'rib turganlaringdek, xuddi o'zimiz yozgan matnni birga bir o'qib berdi. Endi buni sketchat qilib, qo'shimcha обработка qilishni sizlarga tavsiya qilaman. Sababi video generatsiya VO1 generatsiya qilganda orqasida shovqinlar bilan keraksiz tovushlar bilan bizga chiqarib beradi. Shuni hozir to'g'irlash sizlarga qisqacha o'rgatib ketaman. Demak, biz videoni ovozini yaxshilash uchun podcast.adobe.com saytiga kirib olamiz. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin aynan mana shu oyna ochiladi va enhance speech bo'limiga kiramiz, ya'ni ovozni yaxshilash bo'limiga. Demak, bu oyna ochilgandan keyin mana bu choose files tugmasini bosamiz, ya'ni выберите file degan, ruschada bo'lsa выберите file degan ko'rinishda bo'ladi va sketchat qilgan videomizni yuklab olamiz. Mana bu joyda ko'rib turganlaringdek, hozir videomiz yuklanyapti. Endi esa hozir aynan ovoz yaxshilash jarayoni amalga oshirilmoqda. Demak, ovozni yaxshilab bergandan keyin biz mana bu joyda qo'shimcha nastroykalarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu background qismida biza orqa aynan mana shu qismini biza kerakli qism hisoblanadi. Sababi orqadagi shovqin shumlarni mana shu nastroykasi bizga hal qilib beradi. Hozir mana eshitib ko'ramiz. Men eng tezkor telefonman. Menga yetadigan yo'q. Bu yaxshilangan ovoz. Hozir originalni ko'rasizlar. Men eng tezkor telefonman. Mana ko'rib turganingizdek, orqada shovqin qanaqadir bozorda, xuddi atmosferada bo'lib qolgan. Demak, biz yaxshilangan variantiga o'tib olamiz va mana shu joyda backgrounddagini agar to'liq olib tashlashni xohlasanglar, mana buni 0 ga tushirib qo'yamiz. Men eng tezkor telefonman. Menga yetadigan yo'q. Ko'rib turganingizdek, orqasida hech qanaqangi ortiqcha shumlarsiz, ortiqcha ovozlarsiz bizga natijani beryapti. Mana bu joyini 100 qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Unchalik bu katta bizga ahamiyatga ega emas. Demak, biz nastroykalarni to'g'irlab olganimizdan keyin download, ya'ni загрузить tugmasini bosamiz va bizda natijamiz tayyor bo'ladi. Men eng tezkor telefonman. Menga yetadigan yo'q. Demak, ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqangi tartibda har bir obyektlar generatsiya qilinadi. O'ylayman, hammaga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizda xudo xolasa yanada manfaatli bo'lgan, yanada foydali bo'lgan darslarni sizlarga tayyorlashga maksimal harakat qilaman. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.